aka. Mana baliq. Assalomu alaykum baliq ovchilari. Hozir mana ko'limizga 100 kilolik baliq tashlanyapti. Mana 6 kilo bor ham aka, Hoji aka. 6 kilo bor akalar. Kelish kerak. Mana tashlash jarayonini olyapmiz. Ha, Hoji aka qo'yib yuboringchi. Ketdi mana. Ovchilarga. Aksariyat shunaqa mana ko'ringlar. Baliqlarimiz bari katta. Charchitmadi, bo'm. Hozir mana eng kami 3 kilolik baliqlar tashlanyapti. 6 kilo bor ha, Hoji aka? Yo'q, 4 atrofida. 4 kilo oshimi? Ketdi mana. Qani ko'tarib. Qani Hoji akalar, yo'lda ochib turinglar mana. Baliqlarimiz ketyapti mana. Buni hamma kattalar bor ekan. Hozir 3 ta 4 tasini tashlab yubordik hozir. Mana shu yerdan tashlab yuborasiz Hoji aka. Mana shu ovchilar oldidan tashlab yuboring, bir maza qilsin. Xalq maza qilsin, xalq. Ana baliqlarimiz. Voy janob. Qani tashlayveringlar mana. Akalar, to'g'ri tashlayverasizlar. Qani tashlanglar. Ana 5 kilolik. Ana baliqlarimiz tushdi suvga. Kelaverasizlar. Hozirgacha mana ovimiz boshlandi. Alamazang bag'i. Hamma suvga tushsin, halol bo'lsin. Tashang. Hamdaga Hoji aka mana endi ag'ini o'zingiz davom etkazasiz. O'chirib, Aka-ukalar, kelaverasizlar mana. Baliqlarimiz tushdi.